Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Biz koreys tili darslarini davom ettiramiz. Xo'p, eslatib o'taman, bu darslar Seulte Hangugo 1A kitobidan o'tilyapti va asosan topik 1ga tayyorlanish uchun kerak bo'ladigan mavzular o'tib ketyapmiz. Boshlang'ich mavzular noldan. Xo'p, demak, bugungi darsimiz ichida salomlashish bor. Salomlashishni o'rganamiz koreys tilida va undan tashqari noun nin noun iyeyo yoki yeyo deb nomlangan bir struktura, grammatika qoidani o'rganamiz. Xo'p, demak, boshladik bo'lmasa. Birinchi salomlashishdan boshlaymiz. O'rtoqlar, koreys tilida salomlashayotganda, demak, annyeonghaseyo deb murojaat qilinadi. Annyeonghaseyo degani o'zi nimalarga bo'lib, qismlarga bo'lib tarjima qiladigan bo'lsak, yaxshimisiz degan ma'noni bildiradi. Masalan, annyeong degani o'sha yaxshilik degan ma'noni bildiradi, xursandchilik degan ma'noni. Hada bo'lsa qilmoq, bajarmoq degan, ya'ni yaxshi qilyapsizmi, yaxshi yuribsizmi degan ma'noda keladigan so'z o'zi. Shuning uchun ham oxiriga so'roq belgisini qo'yib ketilyapti. Ya'ni yaxshimisiz deb savol berganligi uchun. Endi koreys tilida yaxshimisiz degani bir nima deydi, bir noqulayroq, norasmiyroq bo'lib eshitilgani uchun biz o'zimizni tilga assalomu alaykum deb tarjima qilsak yaxshiroq bo'ladi. Chunki annyeonghaseyo o'zi koreys tilida ishlatilganda ko'proq rasmiy holatlarda ishlatiladi. Ya'ni o'zingizdan kattaga murojaat qilgan paytda yoki bir rasmiy joyda gaplashayotgan paytda ko'proq shu annyeonghaseyo degan so'z ishlatiladi. Shunga buni assalomu alaykum deb tarjima qilsak yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, endi annyeong degan holat varianti ham bor. Bu endi do'stlar orasida salomlashayotgan paytda ko'proq ishlatiladi. Bu endi norasmiy, yaqin do'stona munosabat qilayotganda ishlatiladi. Bu o'sha xohlasangiz salom deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi, annyeong deb turib yoki yaxshimisan deb tarjima qilsangiz ham bo'laveradi, to'g'ri kelaveradi. Xo'p, keyingisi salomlashgandan keyin qanaqa murojaat qilinadi? Aytaylik, birinchi marta ko'rishayotgan bo'lsa, o'sha assalomu alaykum deyiladi. Keyin undan keyin tanishgandan xursandman deb murojaat qilish mumkin o'zi suhbat davomida. Va bu koreys tilida mannaso pangavoyo degan so'z bilan beriladi. Mannaso pangavoyo. Endi bu yerda qismlarga bo'lib tarjima qiladigan bo'lsak, mannaso degani o'sha mannada ko'rishmoq fe'lidan olingan. Mannaso ya'ni ko'rishganimdan, pangavoyo xursandman. Pangapta degani xursand bo'lmoq, xursand degan ma'noni bildiradi. Endi pangavoyo degani o'sha xursandman deb turib, ko'proq o'sha zamonga moslab berilyapti. Mannaso pangavoyo, tanishganimdan xursandman. Xo'p, endi pangavoyo deb yana ham bir qisqaroq qilib aytib qo'ysak ham bo'laveradi, lekin bu ko'proq o'sha nima deydi, norasmiyroq holatlarda ishlatiladi pangavoyo. Lekin buni ham ishlatsa bo'laveradi. Pangavoyo oddiy xursandman degan ma'noda ketadi. Xo'p, demak, salomlashishimiz qisqacha shulardan iborat. Endi yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Annyeonghaseyodan ham yana ham bir rasmiyroq bo'lgan salomlashish ham bor. Bu annyeonghashimnikka deyiladi. Ya'ni bu o'sha yana ham balandroq bo'lgan joylarda ishlatiladi. Endi masalan, bir ishchi o'zini boshlig'iga salom berayotganda ko'proq shunaqa annyeonghashimnikka deb murojaat qilishadi. Koreyslar o'zida ko'p ko'rganman ish joyida. Masalan, o'sha prezidentga murojaat qilayotganda, endi prezident degan davlat prezidenti emas, nima bir korxonani CEOsi desak, korxonani boshlig'iga murojaat qilayotganda, oddiy ishchi bo'lib murojaat qilayotganda, shu ko'p holatlarda koreyslar annyeonghashimnikka deb o'zini juda ham bir tavoze bilan ko'rsatishga harakat qilishadi. Shu holati ham, varianti ham bor annyeonghashimnikka. Ko'p holatlarda eshitmasligingiz mumkin, lekin buni ham bilib qo'ygan yaxshi. Xo'p, davom etamiz. Endi salomlashishdan keyin o'zidan-o'zi xayrlashish haqida ham o'rganib ketmasak bo'lmaydi. Xayrlashish qanaqa bo'ladi? Xayrlashayotgan paytda, demak, biz o'zimizga o'xshagan, koreys tilida ham o'zbek tiliga o'xshagan iboralar juda ham ko'p. Masalan, biz xayrlashayotganda ko'proq yaxshi qoling deb ketishimiz mumkin. Masalan, ketayotgan odam yaxshi qoling deb ketishi mumkin. Annyeongni keseyo bo'ladi. Bu endi o'sha qismlarga bo'ladigan bo'lsak, annyeongni aytib o'tdim. Yaxshi, o'sha xursandchilik, yaxshi degan ma'noni bildiradi. Keseyo bo'lsa o'sha qolmoq, ya'ni o'sha bitta joyda turmoq degan ma'no. Ikkalasini qo'shsak o'sha yaxshi qoling degan so'z kelib chiqadi. Annyeongni keseyo, yaxshi qoling. Bu demak, bu o'sha ketayotgan paytda xayrlashayotganda ishlatiladi. Endi nima deydi, o'sha turgan odam ketayotgan odamga aytayotganda o'sha yaxshi boring
deb aytish mumkin. Bu endi anyongiy kaseyo bo'ladi. Anyongiy kaseyo ham o'sha anyon yaxshi degan ma'noda, kada bormoq, ketmoq degan ma'noda ikkalasini qo'ysak anyongiy kaseyo, ya'ni yaxshi boring degan so'z hosil bo'ladi. Xo'p, endi yana ham oddiyroq, norasmiyroq, do'stona shakli bor. Anyon deb qo'yish ham mumkin. Shunchaki buni ham o'sha salomlashayotganda ham anyon deb boshlasa bo'ladi. Xayrlashayotganda ham shunchaki qo'lni silkitib anyon deb ketsa ham bo'laveradi. Bu ham o'sha xayr degan ma'noga to'g'ri kelaveradi. Endi keyingisi yana ham bir do'stonasi bor. Ertaga ko'rishamiz yoki ertagacha deb aytib qo'yish mumkin. Neilba deyiladi bu. Neilba degani neil ertaga degani, ba degani o'sha ko'rmoq, ko'rishmoq degani. Qo'shsa o'sha ertaga ko'rishamiz degan bir xayrlashuv so'zi hosil bo'ladi. Demak, xayrlashuv uchun ishlatiladigan iboralar mana shulardan iborat edi. Xo'p, biz davom etamiz. Endi grammatik qoidaga yetib keldik. Grammatik qoidamiz demak noun in, nin, noun iyeyo yoki yeyo. Endi buni qismlarga bo'ladigan bo'lsak, birinchi noun innin. Bu noun nima degani? Noun o'sha ingliz tilida bilsalaring kerak, ot degan ma'noni bildiradi. Ot so'z turkumi. Bu hayvon ot emas, shu ona tildagi ot so'z turkumi. Ya'ni o'sha shaxslarga yoki narsalarga ishlatiladigan so'z turkum. Demak, birinchi aytayotganda masalan kimdir o'sha qanaqa xususiyatga ega ekanligini yoki kimdir kasbi nima ekanligini yoki ismi nima ekanligini aytayotgan paytda mana shu strukturadan foydalanamiz. Masalan, noun innni o'rnida ko'proq o'sha ism kelishi mumkin yoki odamni bir qanaqadir nimasi kelishi mumkin, nomi kelishi mumkin yoki shaxslar kelishi mumkin. Masalan, men, sen, u, ular shunga o'xshagan so'zlar kelishi mumkin. Endi qaysi holatda in, qaysi holatda nin ishlatamiz deydigan bo'lsak, bu holatda koreys tilida patchim degan narsa bor. Ya'ni patchim bu mana bu pastda Ulug'bek o'qituvchi, ya'ni Ulug'begin sonsingnimeyo degan gapga qaraydigan bo'lsak, Ulug'begin degan so'zi oxirida Ulug'bek degan so'zi oxirida mana bu g so'zi patchim bo'ladi. Ya'ni 3 talik harfni pastiga, uchinchisiga tushib qolgan harf bu patchim deyiladi. Agarda mana shu so'z patchim bilan tugaydigan bo'lsa, biz inda ishlatamiz. Agarda patchimi yo'q bo'lsa, biz ninda ishlatamiz. Mana ikkinchi gapda ko'rayotgan bo'lsanglar, men Yujinman, ya'ni chonin Yujiniyo. Cho degani men degani, cho so'zi patchimsiz bo'lyapti. Ya'ni buni pastida 3-harfi yo'q. Cho ikkita harfdan tashkil topgan, patchimda harf yo'q. Shuning uchun nin strukturasidan foydalanyapmiz. Ninni qo'shyapmiz. Chonin Yujin Iyo. Shunga qarab, qaysi biriga in, qaysi biriga nin ketadi degan savolga javob bersanglar bo'laveradi. Keyingisi. Endi iyo bilan yeyoni farqi nimada? Bu ham o'sha patchimga aloqador. Agarda so'z patchim bilan tugaydigan bo'lsa, yeyoni qo'shamiz. Agarda patchimsiz tugaydigan bo'lsa, yeyoni qo'shamiz. Masalan, yana birinchi gapimizga e'tibor beraylik. Ulug'bek o'qituvchi. Ulug'begin sonsingnimeyo. Sonsingnim so'ziga qaraydigan bo'lsak, sonsinglimda oxirida m so'zi patchimga tushib qolyapti. 3-harf bo'lib tushib qolyapti. Shuning uchun biz iyeyodan foydalanyapmiz. Ya'ni so'zning oxirida patchim bo'lganligi uchun. Endi patchimsiz holatga misol aytadigan bo'lsak, masalan, nima desak bo'ladi? Aytaylik, kija degan so'z bor. Kija. Xo'p, mana bu yerda yozib ko'rsatadigan bo'lsam, kija. Xo'sh. Chonin kija yeyo. Bu nima degani deydigan bo'lsak, kija degani muxbir degani. Bu kija so'zini oxirida ko'rayotgan bo'lsanglar, patchim yo'q, ya'ni pastida 3-pastga tushib qolgan harf yo'q. Shuning uchun biz to'g'ridan to'g'ri yeyo grammatikasini qo'shsak bo'laveradi. Bu yerda patchim yo'q bo'lgani uchun. Choninda ham xuddi shunaqa, patchim yo'q bo'lgani uchun ninda ishlatyapmiz. Agarda patchim bo'lganida, masalan, sem deylik. Sem ism, oddiy sem. Semda m patchimga tushib qolyapti, pastga tushib qolyapti. Shuning uchun biz inda ishlatsak to'g'ri bo'ladi. Semin desak to'g'ri bo'ladi. Semnin desak xato bo'lgan bo'ladi. Ninda ishlatsak xato bo'lgan bo'lardi. Inda ishlatsak to'g'ri bo'ladi. Xo'p, endi o'rtoqlar, mana shu yerda sizlarga alohida bitta bonus tayyorlab qo'yganman. Ya'ni ikkita odamni dialogini tayyorlab qo'yganman. Aynan
IEO, YEOga aloqador bo'lgan. Shuni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda Nana gapiryapti, ya'ni Nana degani ism, qiz bolaning ismi. Nana gapiryapti. Annyeonghaseyo, yaxshimisiz yoki assalomu alaykum. Chonin Nanayeyo, men Nanaman. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, cho patchimsiz bo'lganligi uchun nin qo'shilyapti. Nanayeyo, Nana ham patchimsiz bo'lganligi uchun yeyo qo'shilyapti. Endi buni men Nanaman deb tarjima qilsak bo'laveradi. Bu yerda men bu yeyoni o'sha nanaman degan so'zi oxiridagi nanaman degan so'zi oxiridagi o'sha manga teng bo'ladi deb tarjima qilsanglar bo'laveradi. Xo'p, keyingisi. Endi Michael gapiryapti. Buni suhbatdoshi demak Michael ekan. Annyeonghaseyo, salom beryapti. Chonin Michael. Men Michaelman. Bu holatda yana chonin cho so'zi patchimsiz bo'lganligi uchun nin qo'shilyapti. Michael. Men Michaelman deyapti ekan. Demak, bu holatda Michael so'zi patchim bilan tugayotganligi uchun, ya'ni l so'zi pastga tushib qolganligi uchun biz iodan foydalanyapmiz ekan. Demak, io bilan ioni farqini menimcha tushundilaring deb o'ylayman. Chonin Michael, men Michaelman. Keyingisi Nana javob beryapti. Mannaso Pangavoyo. Tanishganimdan xursandman. Michael she. Tanishganimdan xursandman. Michael deyapti-da. Endi shu yerda she nima qilyapti bu yerda deyishlari mumkin. She ko'proq ismlarga qo'shimcha sifatida ishlatiladi. Ya'ni buni janob xonim deb tarjima qilsanglar ham bo'ladi, lekin unchalik emas. Juda unchalik bir katta unvonni bildirmaydi. Shunchaki o'sha oddiy do'stona suhbatdan ko'ra bir pog'ona balandroq, rasmiyroq bo'lgan holatda o'zini sal chiroyliroq tutish uchun ismning oldiga she ni qo'shib ishlasa yaxshiroq bo'ladi. Chunki koreyslar ismni o'zi bilan murojaat qilmaydi. Umuman ko'rmaysizlar bunaqa narsani, agarda juda ham bir-biriga yaqin do'st bo'lmasa. Birinchi ko'rgan odam yoki bir yaqindan beri tanish bo'lgan odamga asosan ismini oldiga name ni qo'shib ishlatishadi yoki bo'lmasam she ni qo'shib ishlatish holatlari ko'p uchraydi. Name endi bu janob xonimga to'g'ri keladi. Bu endi juda ham rasmiy holat. Juda ham rasmiy holat. Xo'p, endi davom etamiz. Michael javob beryapti. Pangavoyo, xursandman. Endi Manaso Pangavoyo tanishgandan xursandman deganiga men ham xursandman yoki o'sha oddiygina xursandman deb javob beryapti. Nanashinin oni nara saramiyo. Nanashi qaysi? Oni degani qaysi degani? Qaysi davlat odamisan yoki oddiy tarjima qilganda qayerliksan deb savol beryapti. Oni nara saramiyo. Yana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, saram so'zi m patchim bilan tugayotganligi uchun iodan foydalanyapmiz. Endi Nana javob beryapti. Chonin Chunguk saramiyo. Men Chunguk degani Xitoy degani. Xitoy odamiman yoki xitoylikman deb javob beryapti. Xo'p, shunaqa gaplar o'rtoqlar. Bugungi mavzuyimiz shu yerda tugaydi. Menimcha sizlarga bu qoidalar, salomlashish, xayrlashish haqidagi iboralar foydali bo'ldi deb o'ylayman. Har doimgidek videoga like bosinglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Va bundan tashqari, men Telegram kanalim bor. Ulug'bek Mahmudov o'z deb yozsanglar, Telegramdan chiqib keladi. Ana shu kanalga o'tsanglar, mana shu videoda ishlatgan PPT nimalarimni, slaydlarimni o'sha yerga joylab qo'yaman. Bemalol olib foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, demak o'rtoqlar, bugungi darsimiz tamom. Keyingi darslargacha ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'linglar.